Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men troller. Xullas bolalar, bugungi video rolikimizda obloshkasidan ko'rib turganingizdek, telefonga Free Fire'da qanday to'g'ri nastroyka qilishni o'rgatib o'taman bolalar. Ko'pchiliklar menga yozadi, aka nastroyka qilishni o'rgating yoki nastroyka bering deydi. Xullas, bugun nastroyka qilishni o'rgataman bolalar. Qani ketdik, trenirovkaga kirib olamiz bolalar. Birinchi navbatda o'zimizga kerakli bo'lgan iminni o'sha ko'pincha o'ynaydigan orужаlarni olamiz. Deagle, Travash, Yumpi. Agarda bu orужаlarda yaxshi headshot uchsa, hamma orужаlarda headshot uchadi bolalar. Xullas bolalar, nastroyka qanaqa desalaring, nastroyka bizga 50, 60 yoki 70% headshot urishimizga yordam beradi bolalar. 100% nastroyka hech qayerda yo'q bolalar. 100% nastroyka yo'q bolalar. Xullas, nastroykaga kelib olamiz. Upravleniyani mana shunday qilsangiz bo'ladi. Toshni pritselda v pritselga qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Yokiga po umolcheniga qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Xullas, mana shu ikkalasidan bittasiga qo'yib olasiz. V pritselga qo'ysak ham mana bizda yaxshi headshot uchadi bolalar. Ko'rib turishingiz mumkin, lekin 100% headshot emas, qarayotganimiz headshot tegmaydi bolalar. Sababi unaqa nastroyka yo'q bolalar. Hech kimda yo'q. 100% nastroyka. 100% nastroyka yo'q, cheat bo'ladi agar 100% bironta head urayotgan bo'lsa. Bolalar, head urish ko'proq o'zlaring qo'llaringga bog'liq. Sababi yaxshilab ko'tarsalaring yaxshi headshot uchadi. Shuning uchun o'zingizlar ham harakat qilishlaring kerak headshot urishga. Hozirgi kunda kun issiq, telefon tillab ketadi ekrani. Shuning uchun sizlarga napalchik olishlaringni maslahat beraman. Sababi napalchikda qo'l tillamaydi va headshot urishlaringiz ham oson bo'ladi. Napalchikda olgan taqdirlaringda ham qimmatini olinglar, qimmatrog'ini. O'zicha qimmat turmaydi, lekin o'zingizlar head urishlaring oson bo'ladi bolalar. Xo'p, nastroykamizni ko'ryapsizlar bolalar, yaxshi head uchyapti. Bolalar, men iPhone da o'ynayman, iPhone 11 Pro Max da. Agar sizda Android bo'lsa, Androidda DPI-sini, ya'ni nastroykadan DPI-laringni 550 dan 650 gacha qo'yishlaringni so'rayman. Sababi shunda tez harakat qilasizlar va headshot urishlaring ham oson bo'ladi bolalar. Hozir menikida iPhone da DPI bo'lmaydi bolalar. iPhone DPI to'g'rilash shart emas, lekin o'zini ichki nastroykalari bor nastroykada. Agarda kimga pullik nastroyka kerak bo'lsa, Telegramdan yozsalaring, o'zim cho'tki qilib pullik nastroykani qilib beraman. Juda ham arzon narxlarda. Otam FFdan yoki boshqa odamlardan sotib olingan qimmat nastroykalar bor. Shularni arzon qilib o'zim yasab beraman bolalar. Xo'p bolalar, bizani headshotlarimiz naramani uchyapti. Ko'rib turishingiz mumkin. Endi bolalar, nastroykani o'ziga kelamiz, ya'ni Free Fire'da o'zini ichki nastroykasini ko'rsataman bolalar sizlarga. Xo'p, bunda ketdik. Shoot Sweetness'da ko'rishlaring mumkin. Mana shunday qilib olsalaring bo'ladi. Bemalol screenshot qilib olinglar. Shoot Sweetness o'zi jam muhim emas bolalar. Shoot Sweetness jam muhim rol o'ynamaydi bu head berishlaringga. Lekin sal pal rol o'ynaydi bolalar. Xo'p, Shoot Sweetnessni mana shunday qilib olamiz. Endi xud nastroykamizga kelsak, mana men otadiganni 49 qilib qo'yganman bolalar. Sizlar 48 dan to 53 gacha yoki 55 gacha qilinglar. 60 qilib olsalaring head uchmaydi bolalar, katta qilib olsalaring. Shu maslahat beraman, 50 qilib olsalaring yaxshi bolalar. Va otadiganni sal pastroqqa qo'yib olamiz, sababi pastroqda head uchadi. Teparoqqa qo'ysak ham head uchadi. Lekin baribir sal noqulayroq bo'ladi bolalar. Shuning uchun pastroqqa qo'ysalaring yaxshiroq head uchadi. Hozir men tepaga qo'yib o'ynayapman. Tepaga qo'yganda ham yaxshi head uchadi, lekin bolalar, lekin maslahat beraman sizlarga, pastroqqa qo'yib olib o'ynashlaring kerak. Sababi mana bu Yumpilarda, boshqa orужаlarda ko'tarish oson bo'ladi tepaga. Shu otadiganni pastroqqa qo'yib olamiz bolalar. Sababi aytganimdek, head berish oson bo'ladi bolalar. Mana Trabashda ham, Deagle'da ham yaxshi head uchadi bolalar.
ko'rib turishlaring mumkin. Endi bolalar o'yinda nastroykamizni sinab ko'ramiz. Qanday hid uchadi o'yinda. Bolalar mana o'yinda ham nastroykani ham ko'rdinglar. Bolalarda headshotni yaxshi uchyapti. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz va obuna bo'lib qo'yamiz bolalar. Sizlar bilan troller bo'ldi. O'zingizlarni ehtiyot bo'linglar. Keyingi video qanaqa bo'lsin, qanaqa video chiqadi, shuni kommentariyaga yozib qoldiringlar.